Muhammed Salih Damollam Xitoy turmasida shahid qilindi. 28 yanvar egallangan ishonchlik ma'lumotlar bilan vatanimiz Sharqi Turkistonning parlaq yulduzi atoqliq diniy olim Muhammed Salih Damollamning Xitoy turmasida shahid qilinganligi oshkora bo'ldi. Bir qancha kundan buyon ijtimoiy uchur aloqalarida bu haqda chiqqan uchurlar oxiri Damollamning chet eldagi tuqquni tarafidan ta'kidlandi. Xabarda ma'lum bo'lishicha 40 necha kun ilgari salomatligining ancha yaxshi bo'lmasligiga qaramasdan Xitoy soqchilari tarafidan oilasi va talantliq yozuvchi qizi Nazira xonim bilan qo'shib tutqun qilingan. Ma'lumotlarda Muhammed Salih Damollamning 4 kun burun turmada shahid qilinganligi, Xitoy soqchilarining marhumning salomatligi yaxshi bo'lmagan ahvoldami qiynab shahid qilgan bo'lishi mumkinligi muhojiratdagi Uyg'urlar orasida g'ulg'uli paydo qilmoqda. Bu musibatlik xabar tunugun e'tibori bilan har qaysi to'rbatlarda e'lon qilinishga boshladi. Marhum bu yil 82 yoshga kirgan bo'lib, Xitoy jallodlari tarafidan turmaga qamalib, 45 kundan keyin shahid qilindi. Bu qayg'uliq munosabat bilan Turkiyada faoliyat elib berayotgan Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlari birlikka kelgan holda marhum shahid ustoz uchun g'oyibona jinoza namozi o'qildiganligini e'lon qildi. Marhum ustozning g'oyibona namozi 2018-yil 2-oyning 2-kuni juma namozidan keyin Turkiyadagi eng cho'ng jamilardan biri bo'lgan Istanbulni fath qilguvchi Fatih Sultan Muhammad tarafidan bino qildirilgan Fatih jamisida juma namozidan keyin o'qildi. Tashkillovchi tashkilotlar barliq Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizning oilasi bo'yicha kelib qatnashishini alohida uqtirdi. Sharqi Turkiston ulamolar birligi olim Muhammed Salih Damollam haqida bayonot e'lon qildi. 29 yanvar Sharqi Turkiston ulamolar birligi Uyg'urlarning munavvar olimi Muhammed Salih Damolla hojimning Xitoy turmasida shahid bo'lganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda marhum Damollam va uning oilasi o'pchi holda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinganligi va bir qancha kun ichida Xitoy turmalarining birida shahid qilinganligining ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalganligi. Amaliyotda Muhammed Salih Damolla hojim uzun yillardan beri o'z uyida Xitoy tarafidan nazarband ostida uzun yillarni o'tkazganligi, Muhammed Salih Damolla hojimning Xitoy turmasida qiyin qistoq ostida shahid qilingan xabar tarqalganligi, Damollamga Allohdan shahodat, mag'firat va rahmat tilaydiganligi bildirildi. Bayonotda yana Sharq Turkiston ulamolar birligi Xitoydan olim Muhammed Salih Damolla hojimning oilasini tezdan qo'yib berishini talab qilish bilan birga Islom davlatlari, Dunyo islom hamkorlik tashkiloti, Dunyo islom ittifoqi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqarodagi inson haqlari tashkilotlarini Xitoydan Muhammed Salih Damolla hojim va uning oila tavobotining oqibati haqida jiddiy ma'lumot talab qilib, darhol qo'yib berish to'g'riliq Xitoyga besim ishiltish talab qilindi. Sharqi Turkiston muhojirlari Zaytun Shayxi harbiy harakatini qo'llash namoyishiga qatnashdi. 28 yanvar Alperan o'joqlarining tashkillashi bilan Istanbulning Ayyub Sultonda Turkiya armiyasining Zaytun Shayxi harbiy harakatini qo'llash va shahidlarga duo qilish uchun yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishga Sharqi Turkiston muhojirlari qatnashdi. Yig'ilishda Sharqi Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining tashkillashi bilan qo'lida Turkiya va Sharqi Turkiston bayrog'ini tutgan Sharqi Turkiston muhojirlari va Alperan o'joq a'zolari takbir to'g'lagan holda Ayyub Sulton maydoniga kelib, Afrindagi harbiy harakat qilayotgan Turkiya armiyasining muvaffaqiyat qozonishiga atab duolar qildi. Faoliyatda Alperan o'joqlari raisi yordamchisi Kurshad Mijan bayonot berib, Turkiya armiyasi Amerika yordam berayotgan PKK, PYD terrorchilarini yo'qotish uchun harakat qilyotdi. Bu harbiy harakat Turkiya uchun intayin muhim. Amerika qo'llagan terrorchilarning bizning chegara yanimizda davlat qurishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Zarur bo'lganda bizlarmi jangga kiramiz. Vatan bizning nomusimiz. Bu harakatda bizni qo'llayotgan Sharqi Turkiston muhojirlari va Kirkukdan kelgan qarindoshlarimizmi bor deganlarni bildirdi. Turkiya bir haftalik zarba berishga aloqador sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. 29 yanvar Yangi Akit gazeti bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti Ichki ishlar ministrligi bir hafta ichida Turkiyaning zarba berish harakatida qo'lga keltirgan natijalarining sonliq ma'lumotini e'lon qildi. Xabarda Turkiya Cumhuriyeti Ichki ishlar ministrligi bayonot berib, Turkiya xavfsizlik kuchlarining yaqinqi bir haftadan buyon
jami 819 qitim bölgünçi terrorluq tashkilotlarga zarb berish harakati elib borganligini, terrorluq tashkiloti PKKga chetishliq 450, Fathullahchi terrorluq tashkiloti parallel davlat qurilmasiga chetishliq 623, Daesh terrorluq tashkilotiga chetishliq 59 va Oshqun solchi tashkilot bilan chetishliq 34 kishini nazorat ostiga olganligini uqtirdi. Bayonotda zarb berish harakatlarida terrorluq tashkilotlarining 14 panohlanish o'rni va o'nkurining vayron qilinganligi, ko'p miqdorda qurol va o'q-dorining qo'lga tushirilganligi qayd qilindi.